Hammaga salom foydagashlar. Bugun sizlar bilan mana shunaqa Telegram kanal ochishni o'rganib o'tamiz. Dadaxon bloger Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Demak, birinchi navbatda Telegram kanalimizning profil qismiga kirib olamiz va bu yerdan yangi jild tugmachasini bosib, yangi kanal tugmachasini bosamiz va bu yerdan kanal nomini kiritamiz. Learning English Channel deb kiritdim va bu yerga e'tiborliroq bo'lamiz. Ommaviy kanallarni qidiruvda topish mumkin va unga har kim qo'shila oladi. Maxfiy kanalda esa unaqa imkoniyat yo'q. Demak, biz ommaviy kanalga nickname qo'ydim va bu yerdan siljish tugmachasini bosdim va kanalimiz ochildi. Foydagachlarim, agar sizlarga ham mana shunaqa chet el akkauntlar kerak bo'ladigan bo'lsa, siz bemalol mendan xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Demak, siz Telegramga kirib olasiz va Dadaxon bloger Telegram kanalini qidirib topasiz. Aynan mana shu kanaldagi kanal adminiga yozasiz. Admin sizga ishonch tarzida xizmat ko'rsatadi. Spamlar esa foydagash spam botga yozib bemalol xarid qilsa bo'ladi. Keyingi videoda Telegram kanalimizni sozlashni o'rgatib o'taman.